Lavozimda o'tirgan insonning o'g'lini nikohini o'qiganman. 3 ta video chiqyapti. 3 ta. Men aytdim, bittanga ham bo'lasan ham yo esdalik bo'lib qolsin. Senga esdalik kerakmi dedim. Kemalga turmanda 3 tomonga turdim. So'rasam kalimani bilmaydi. G'usulni bilmaydi. Kelin undan battar. O'xshatmasdan uchrashmas deydi-ku. Undan battarda kelin ham shu ahvol. Ya katta lavozimdagi odam. Men aytdim, videochiligi shu omonat, agar montajda kesib tashlasalaring shu joyini dedim. Xudoning oldida javob berasanlar. Ko'rsin dedim bu bolani o'stirgan ota-ona deb. Yig'ladi o'sha odam bir kun, boshini yelkamga qo'yib, men eshak o'stirgan ekanman. O'g'il o'stirdimmi desam, eshak o'stirgan ekanman. O'sha nikohdagi videoni ko'rib, yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Shunaqa ham odam bo'lamanmi deb yig'ladi. Faqat to'qchilikda yashagan.